Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Aziz vatanimiz Sharq Turkistonning Aqto'y nahiyasi Barin yezisida 1990-yili 4-oyning 5-kuni yuz bergan Barin inqilobi Uyg'ur xalqining Xitoy tajovuzchilarining zulm, besim va yo'qotish siyosatiga qarshi ko'targan qahramonlarcha qarshilik harakati. Barin inqilobi Xitoy mustamlikchilarining uzun yillardan buyon Uyg'ur xalqiga yurgizib kelgan zulm siyosatlariga qarshi bevosita qarshiligining ro'shan ifodasi bo'libmi 1980-yillarning oxiridan boshlab diniy faoliyatlarga qarata qo'yilgan cheklamalar, shundaqla planliq tug'ut nomi ostida Uyg'ur ayollariga qaratilgan majburiy bola tushirish va g'ayri-insoniy tug'ut kontrol qilish siyosatlari bilan bir vaqtda Sharq Turkistonga keng ko'lamda Xitoy ko'chmanlarining yo'tkilishi xalqning kuchli g'azabini qo'zg'agan va bu ahvol Uyg'urlarning o'z vatanidagi nopus tangpongligi, iqtisodiy va madaniy hayotiga og'ir tahdid yaratib, zulm tuyg'usini taxim cho'nqirlashtirib, xalqning g'azabini kuchaytgan. Ayni vaqtda 1990-yili 4-oyning 5-kuni Zaydun Yusuf boshchiligidagi qo'zg'olonchilar planliq tug'ut siyosati bekor qilinsin, diniy erkinlik qo'g'dalsin, Xitoy zulmiga xotim berilsin degan ro'shan shiorlar bilan Xitoy mustamlikchiligiga qarshi qurolliq inqilobning piltisini yoqqan va Xitoy tajovuzchilariga qarshi ozodlik harakatini boshlagan bo'lib, bu insonning eng asosiy huquqlarini qo'g'dash yo'lidagi haqli qarshilik harakati. Xalqimizning zulmga bo'ysunmaslik va erkin yashash huquqini qo'lga keltirish irodasining aniq ifodasi edi. Tajovuzchi Xitoy mustamlikchilari bu haqli talablarga qonliq bostirish bilan javob berib, 19 ming nopusliq Barin yezisi 30 mingdan ortiq Xitoy qurolli qo'shini tarafidan muhosara qilingan va Zaydun Yusuf boshchiligidagi azmatlar nihoyat chekli qurol yarog' imkoni bilan shahid bo'lganligini bilib turib, 5 kecha kunduz davom qilgan jangda dushmanga qaqshatqich zarba bergan edi. Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon tarixidagi davr bo'lgich bu inqilobda Xitoy mustamlikchilarining qonliq bostirishi natijasida Zaydun Yusuf va uning sepdoshlari qahramonlarcha shahid bo'ldi. Necha yuzlagan Uyg'ur shahid qilindi, minglagan kishi tutqun qilindi. Barinning ba'zi kentlarida hatto ayollar va bolalarmi qirg'in qilindi. Ayni vaqtdagi atalmish Shinjang gazetining alayda muxbiri peshqadam inqilobchi Nizomiddin Husayn apandining xotirligiga asoslanganda vaqadan keyin Qashqar, Qog'iliq, Yakan, Guma va Poskamda ko'plagan kishi savol so'roqsiz uzun muddatli qamoq yoki o'lim jazosiga hukm qilingan. Zaydun Yusuf va uning sepdoshlari qo'zg'agan Barin inqilobi Sharq Turkistondagi zulm siyosatining yangi bosqichga kirganligining belgisi va Uyg'ur xalqining Xitoy ishg'oliga qarshi uyg'onish davrining bir baldoq yuqori ko'tarilganligining pardasini ochgan. Uyg'ur xalqining zulmga bo'ysunishni qabul qilmaydigan tizbikmas irodasini namoyon qilib, tariximizda qonlar bilan o'chmas iz qoldirgan edi. Uyg'ur xalqi uchun Barin inqilobi faqat bir tarixiy voqea emas, balki u Uyg'ur xalqining Xitoy zulmiga qarshi tizbikmas ro'yi, qahramonligi va erkinligi bo'lgan intilishining kuchli ifodalanishi bo'lib, Barin shahidlari o'zlarini qurbon qilish orqali bizga bir ruhni meros qoldirdi. U bo'lsa-mu zulmga qarshi turish, adolat uchun kurash qilish va erkinlikdan aslo voz kechmaslik. Bu munosabat bilan har yili Uyg'ur muhojirati bu shonliq kunda Xitoyga qarshi norozilik namoyishlari, yig'ilishlar va har xil shakldagi xotirlash faoliyatini o'tkazib kelayotgan bo'lib, bu yilmi bu tarixiy voqeaning 36 yilligida Uyg'ur muhojirati dunyoning har qaysi joylarida norozilik namoyishlari va xotirlash faoliyatlarini o'tkazgan. Germaniyada Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishida Myunxenning Max Yosef maydonida namoyish olib berilgan. Freedom for Uyghurs! Freedom for Uyghurs! China schließt Lager! China stoppt den Genozid! Germaniya poytaxti Berlinda Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishida Berlin shahridagi Uyg'ur jamoati va Uyg'ur davosini qo'llaydigan turklar va germanlar Berlindagi Xitoy elchixonasi oldida birlashib namoyish o'tkazgan. Stop the genocid! Stop the genocid! Stop the genocid! Stop the genocid!
Bu haqda Dünya Uyghur Qurultayı Fondining raisi va Qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon naq maydondan ma'lumot berib o'tdi. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlarimiz. Biz bugun Xitoy elchixonasining oldida mushu qarindoshlarimizni ularning bergan shahid qurbonlarini eslash, yod etish, ularningki ro'yini burada jonlantirish va shundaqla Xitoy hokimiyatiga oradan 36 yil o'tgan bo'lsa-mu, biz dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarningki o'zimizningki erkinligi, hurligi va mustaqilligimiz uchun ilib boradigan kurashlarimizni to'xtatmaganligimizni, bu ro'yimizningki tushmaganligini va buni kelgusi avlodlarimiz bilan ha adaqcha kurashlarimizni davom qilganligimizni ifodalash uchun bu yerda namoyish qilyapmiz. Angliya poytaxti Londonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish tashkiloti va Britaniya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Turg'unjon Aloviddin, Qurultayning sobiq raisi va Uyg'ur kishilik huquq demokratiya markazining raisi Dolqin Aysa, Qurultayning taftishi Gulmira Zunun, Dünya Uyg'ur Qurultayi qonun komitetining mudiri Mehmet Chalabchi qatorliqlarning qatnashishida Yunus Emre institutida Baran inqilobining 36 yilligini xotirlash muhokama yig'ini o'tkazilgan. Gollandiyada Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining tashkillashida Dünya Uyg'ur Qurultayining taftishi Lager Shahidi Qalbinur Sidiq, Qurultayning taftishi Baxtiyor Nasir, Qurultayning Gollandiya vakili Tursunjon va Tahir Musalarning qatnashishida Baran inqilobining 36 yilligini xotirlash muhokama yig'ini o'tkazilgan. Mazkur yig'inda Jasur Lager Shahidi Qalbinur Sidiqqa uning Sharq Turkiston da'vosi yo'lidagi fidokorliklari va yaqinda ko'rurmanlar bilan yuz ko'rishgan, uning lager hayoti tasvirlangan Mashinaning ko'zi nomli filmi orqali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini fosh qilish yo'lidagi fidokorliklari uchun Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati tomonidan lavha taqdim qilingan. Belgiya poytaxti Brüsselda Belgiya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida Baran inqilobining 36 yillik munosabati bilan norozilik namoyishi va rasm ko'rgazmasi elib berilgan bo'lib, ko'plagan kishilar to'xtab, namoyish maydonidagi rasm taxtaylarini ko'rib, Uyg'urlarga munosabatli savollarni so'rashgan. Namoyish maydonida Belgiya Uyg'ur jamiyati tayyorlab kelgan 500 parchaga yaqin tashviqot varaqi tarqatilgan bo'lib, Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi va Qurultay Ichki ishlar komitetining mudiri Akbar Tursunning bildirishicha, namoyishchilardan savollar so'rgan 10 odamning 7si Uyg'urlarni va Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan qirg'inchilik siyosatini bildiganligini va Uyg'urlarga hissdoshlik qilganligini bildirishgan. Avstraliya Uyg'ur jamiyatining tashkillashida Sidneyda Baran inqilobining 36 yillik munosabati bilan norozilik namoyishi va rasm ko'rgazmasi ilib berilgan. Bu namoyishga Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Baxtiyor Bo'ra, Qurultay fondining muavin raisi Jurat Abdukerim va Sidneydagi bir qism Uyg'urlar va Qurultay vakillari qatnashgan. Mana bu xotir kunni Avstraliya Uyg'ur jamiyatininki o'rinlashtirishi va 8 yildan buyon mana mushu Sidney shahar markazining oldida har yakshanba kuni Xitoy bosqinchilarining vatanimiz qilgan tajovuzchilig'iga qarshi norozilik bildirish, tajovuzchilik qilib kirgan bugungi kungacha elib berayotgan qirg'inchilik, milliy qirg'inchilik qarshi harakatlar bilan birlikda mana bugun mushu safda turib, o'zimizning Xitoyga bo'lgan noroziligimizni bildirish bilan birga shu 36 Qozog'istonda 5 aprel kuni Qozog'istonning Olmuti shahrida 5 aprel kuni Qurultayning qozog'istonlik vakillarining uyushtirishi bilan Baran inqilobining 36 yillik xotirlangan. Faoliyat ona vatanni Xitoy zulmidan qutuldirish va milliy ozodlik ega bo'lish shiorlari ostida elib berilgan. Uyg'ur xalqining davri bo'lgich qo'zg'olonini esga olib, bu inqilobda hayotini vatan millat uchun fido qilgan shahidlarning ruhlariga atab xatmi Qur'on o'qilgan. Bu faoliyatda Dünya Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi ustozimiz Qahramon G'o'janbardi Baran inqilobining kelib chiqish tarixi va uning Uyg'ur davosida olgan roli o'rni to'g'risida to'xtalib o'tgan. Ota-yurt tashkilotining raisi Qayrat Baytullo Sharq Turkistonning ozodlik yo'lida qarindosh millatlar aro do'stlikni kuchaytirib, Xitoy zulmiga qarshi diplomatiya sohasida hamkorlashish va o'zaro muzokaraning cho'ng ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida so'z qilgan. Türkiyədə Şərq Türkistan Ölümalar Birliyi, Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliyi, Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti, Şərq Türkistan Federasiyası, Şərq Türkistan Cəmiyyəti, İli Məşrəb Uyğur Vəqfi və Dünya Uyğur Qurultayı Vəqfisi qatarlıq təşkilatlarının ortaq orunlaşdırışıda İstanbulda 5 aprel Baran inqilabının 36 yıllık münasibət bilan xatırlaş yığını ötküzülgən.
Mazkur yig'in Ulamolar birligining muavin raisi Mahmud Domullamning Qur'on Karim tilovati bilan Baran inqilobi shehidlarga va Sharq Turkistonda vatan, millat va din uchun hayotlarini fido qilgan barliq shehidlarga duo qilingandan keyin Turkiya va Sharq Turkiston davlat marshlari bilan boshlangan. Dünya Uyghur Qurultayının muavin raisi Abdurshid Abdulhamid oldi bilan Qurultayning raisi Turg'unjon Alovuddinning salamini yetkazgandan keyin Baran inqilobini xotirlashning ahamiyati haqida to'xtalib, Baran inqilobi Sharq Turkiston xalqining Xitoy zulmiga tiz bukmaydigan, mustamlikini qabul qilmaydigan ro'yini, adolat, haqqoniyat va erkinlik uchun kurash qilish irodasini ifodalab berdi. Ular jonlari va mollarini fido qilib, qo'lida bor barliq imkonlar bilan zulmga qarshi otlanib kurash qildi. Sukut qilib turmadi. Biz muhojiratda erkin dunyoda yashayotgan Sharq Turkistonliklar vatanimiz, millatimiz va muqaddasotlarimiz uchun nima qilayotganligimizni nihoyat cho'nqur o'ylashimiz kerak. Boshqalardan og'rinishdan burun o'zimizning qanchalik fidokorlik qilayotganligimizni yaxshi idrok qilishimiz zarur. Har doim vatanimizdagi xalqimizni unutib qolmasligimiz, olgan har nafsimizda ularni xotirlab turishimiz kerak. Ajdodlarimiz maros qoldirib ketgan vatanimiz Sharq Turkiston, millatimiz Uyg'ur va dinimiz Islom degan birlashtirgich shuarda ching turishimiz, Sharq Turkiston kurishida mayli vatandisun, mayli millatdisun, mayli dindisun, bularning hammasi yoki har qanday biri uchun kurash qilaman deydiganlarning hammani qo'ynimizga ilishimiz kerakligini, Xitoyga sotqinlik, xoinlik qilmagan va Sharq Turkiston xalqining ichiga so'qilib olgan munofiqlardan boshqa keng xalq ommasini chetga qoqmaslik, aksincha quchoqlash muhim deganlarni o'ttirib qo'ygan. Turkiya poytaxti Anqarada 5 apreldagi Baran qo'zg'oloni va Uyg'ur qirg'inchiligi temasida muhokama yig'ini o'tkazilgan. Bu muhokama yig'inida Baran inqilobining 36 yilligi va Baran shehidlari xotirlangan. Bu faoliyat 2026 yılı 4 aprel shanba kuni Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyatida Dünya Uyghur Qurultayı vaqfisi, Uyg'ur akademiyasi vaqfisi va Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyati bilan hamkorlashib o'tkazilgan. Mazkur faoliyatga sobiq parlament a'zolari, har xil siyosiy partiyalarning vakillari, ommaviy tashkilotlarning vakillari, olimlar va o'quvchilar qatorliq nurg'un kishilar qatnashgan. Uyg'ur Akademiyasi vaqfisining raisi Abdulhamid Qaraxon riyosatchilik qilgan bu yig'in Turkiya Cumhuriyatining davlat marshi va Sharq Turkiston davlat marshi bilan boshlanib, Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyati Turk dunyosi madaniyat markazining raisi va advokat Arzuman Azofli ichilish nutqi so'zlagan. Orqadan Dünya Uyg'ur Qurultayı vaqfisining raisi professor doktor Erkin Ahmad Baran inqilobi haqida doklad bergan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkici aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.